Assalomu alaykum azizlar, yaxshimisizlar? Hurmatli azizlar, xullas kalom, mana 15 dekabr ham o'tdi. Ya'ni Yandekschilar ko'chada Yandeks ilovasi bo'yicha taksi qiladiganlar Yandeksga boykot qilamiz. Yandeks kerak bo'lsa o'zimizga bo'ysuntiramiz, kerak bo'lsa biz narxlarni ko'tarib olamiz deb shunaqa qilishmoqchi edi. Lekin afsus, u narsa bo'lmadi. Nimaga bo'lmadi bilasizmi? Chunki juda ko'p odam video chiqdi. 15-kuni chiqmanglar deb uyinglarda o'tiringlar. Bir kun ishga chiqmasa hech narsa bo'lmaydi, zato narxlarni ko'tarib olamiz. Rosa agitatsiya qilishdi, rosa targ'ibot qilishdi. Lekin o'sha targ'ibot qilganlarni o'zi bu yoqdan kuzatdi. Qani narx ko'tariladimi yo'qmi? Ko'tarilsa sirazi chiqaman deb shu nastart turishdi va o'sha kuni ishga chiqishdi. Shu gapni gapirganlar 90% hammasi ishga chiqdi. Shuning uchun hech qanaqa foydasi ham bo'lgani yo'q. Narxlar ko'tarilgani ham yo'q. Qandoq bo'lsa shu turishda qoldi. Eski hammom eski toz bo'lib qoldi. Nimaga shunaqa qila olmadi? Nimaga hamma chiqmasa bo'lardi-ku deydiganlarga endi bitta narsa. Hammani tirikchiligi bor. Hamma har kuni yashash kerak. Har kuni kundalik rasxod bor. Hamma o'zi biladi. O'zini bir kunlik rasxod qanchaligini siz bilasizmi? Bilasiz. Bugun va ertaga shu kun bo'yi necha pul rasxod qilishingizni bilasiz. Ular ham biladi. Bilgandan keyin qandoq qilib o'sha kundalik rasxodni minus qilib o'shani qilmasdan tura oladimi? Baribir qiladi. Ertalab turib choy ichish kerakmi? Obed qilish kerakmi? Mashinaga benzin quyish kerakmi? Unga bunga pul hammasiga kerakmi? Bo'ldi. Uch qilolmasdan, chidolmasdan mana ishga chiqib ketdi. Endi u qachon bo'lishi mumkin? Misol uchun 3 kun, 4 kun kamida, bo'lmasa bir hafta mana ishga chiqmasa, ana unda bo'lishi mumkin. Lekin unaqa ham bo'lmaydi. Hayot baribir to'xtab qolmaydi. Hamma harakat qilish kerak. Hamma ishga borish kerak. Tirikchilik qilish kerak. Taksi hammaga kerak. Hammani o'zini shaxsiy mashinasi yo'q, yo'q. Hammani ham mashina haydash imkoniyati yo'q. Yo'q, hamma ham faqat mashina haydab nima qila olmaydi, tirikchilik qila olmaydi. Hammani o'z rizq nasibasi bor. Uni bizni odamlar qila olmaydi. To'g'risi, uni bizni odamlar qila olmaydi. Bo'ldi deb avtobuslarda ham yura olmaydi. Baribir taksida yuradigan odam taksida yuradi. Taksi chaqiradi baribir. Olismi yo'qmi? Juda ham gigant katta kompaniya. Endi to'g'risida meni fikrim uncha-muncha misol uchun minglab odamlar ishga chiqmaganda ham, Yandex ilovasidan foydalanmaganda ham bu bankrot bo'lib ketmaydi. Tushundingizmi? Bankrot bo'lib ketmaydi. Shunaqa gigant, shunaqa katta zapas pullari borki, bu hech qachon bankrot bo'lmaydi. Shu paytgacha o'zi yig'ib olgan pullari ham bir oylab ishga chiqmasangiz ham bu yetadi. Yandexga hech farqi yo'q. Unga nima farqi bor? Baribir biladi. Falonchi chiqmasa mana pistonchi chiqadi. Bu chiqmasa u chiqadi. U chiqmasa bu chiqadi. Farqi yo'q. Baribir unga pul chakkillab tomib turaveradi. Katta shaharlarda Toshkentdan boshlab Samarqand, Xorazm, misol uchun Andijon, katta shaharlarda minglab odamlar shu ish bilan shug'ullanadi. Bori yana 100 tasi, 200 tasi chiqmas. U hech qanaqa nima deydi? Filga pasha chaqqanchalik nimasi bo'lmaydi. Bu dengizdan bir tomchi bo'ladi xolos. Uni foydasi yo'q. Ishmi ish, tirikchilikmi tirikchilik. Rizq, non, nasiba shundanmi? Bo'ldi shu. Hech qachon rizqingizdan ortig'i ham, kami ham bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Shu mana shu peshanaga yozgani bo'ladi. Tamom. 1000 harakat qiling, o'zingizni o't ko'ring, cho'q ko'ring, boykot qiling.
ishlamayman deng, ya nimadirlar qiling, hech farqi yo'q. To'g'ri, sababini qilishingiz kerak. Lekin baribir o'sha peshana, taqdir, o'sha qazo qadarga rozi bo'lish kerak. Boshqa iloji yo'q. Iloji bo'lganda qancha odamlar bu sistemalarni hammasini o'zgartirib yuborgan bo'ladi. Yo'q, o'zgartira olmayapti. Buni rizq nasibasi peshanasiga bitgani hammasi bo'ladi. O'sha gap. Odam dunyoga kelishdan oldin hali onasini qornidaligida 10 yildan keyin qancha rizqi bo'ladi, 20 yildan keyin qancha rizqi bo'ladi, hammasi yozilgan bo'lsa, nima keragi bor? Bu baribir foydasiz narsa ekan. Hammamiz Alloh bergan rizq nasibasiga rozi bo'laylik, xotirjam bo'laylik. Endi harakatimizni ham qilaylik, o'zi yetkazadi. Lekin ortiqcha vahima ko'tarib bir narsaga baribir erisha olmaydi. Shu, agar sizda boshqacha fikr bo'lsa, bemalol kommentariyaga yozishingiz mumkin. Yo'q, meni fikrim bunaqa, men bunaqa qilsam ham bunaqa bo'ladi deb. Agar beraman desa, o'sha oz puldan ham baraka beradi. Bermayman desa, siz bir kunda million topsangiz ham o'sha barakani bermaydi. Alloh o'zi chevar. Shunaqangi yo'llarini qilib qo'yadiki, bebaraka bo'lib ketadi o'sha pullar. Lekin oz pul topsangiz ham agar barakasini bersa, shunaqa yo'llarini qilib qo'yadiki, o'zingiz ham bilmay qolasiz. Qayerdan shuncha baraka? Menda bunaqa pul yo'q-ku deysiz. Hammani topganiga, tutganiga Alloh barakasini bersin. Bosing gaziga. Ish ko'ring. Katta foyda yo'q. To'g'risi ham.